Hammaga salom. Ona bo'lganimga 2 hafta bo'ldi va men hozir chilladaman. Chillam tugaguncha o'zimga dam berishga qaror qildim. Chunki tug'ruqdan so'ng ayol kishi ancha sustlashib, ko'p resurslarini yo'qotadi. Ertalabdan bolam budilnikda turg'izadi va ovqatlantirib, tegini almashtirib, dalish shoxildaman. Undan so'ng mana shu go'zalligimni saqlash uchun обязательно uxodlarini qilib olaman. Qizlarjonlar, buni esdan chiqarish kerak emas, ayniqsa dekret paytida. Keyin esa zavtraq qilishdan oldin suv ichishim shart, bo'lmasam zavtraq qilgandek bo'lmayman va shanka kashat tayyorlab, bolam uxlayotganda shoshilmasdan yeb oldim. Zavtraq bo'lganimdan keyin bekorchidan xudo bezor deb uyimni ozgina bo'lsa-da tartibga keltirib qo'ydim. Yengil ishlarni qilib bo'lgandan keyin kesirva bo'lganligim sababli har kuni обязательно перевязка qilishim shart. Endi obed qilaman deganimda bolam yig'lab qoldi va ovqatlanganimcha onam qarab turdilar. Bolamni ovqatlantirib va hazm bo'lsin deb biroz shu holda ko'tarib, keyin esa yarim soatcha bez pampers maza qilib yotdi bolajonim va dalish yana uxladi. Endi esa maza qilib serial ko'raman deb poltnik ham tayyorlab oldim. Tayyorlash uchun esa bizga tvorog, asal, xurmo va ozgina olma qo'shib yubordim. Qaysi serialni ko'ray ekan? Yarim yildan beri tugadim degan hammaga tanishli Xurram Sulton bor serialni yana ko'rishni boshladim. Kunimni yarimi shu videoga sig'di. Shu bilan kech tushganda bolam ham yig'lashni boshladi va zo'rg'a uxlatdim. Bu videoni yaqinda ona bo'lgan dugonangizga jo'nating va obuna bo'lishni unutmang.